Ismim Asadbek. Humblebee AI akademiyasida 5 oy ta'lim olgandan so'ng, hozirgi kunda Humblebee AI kompaniyasida kiberxavfsizlik mutaxassisi sifatida ishlab kelmoqdaman. İsmim Otabek. Humblebee akademiyasida 6 oy ta'lim olgandan so'ng, Humblebee kompaniyasida data science mutaxassisi sifatida 2 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Mening ismim O'ktam. Humblebee AI akademiyasida 3 oy ta'lim olib, sun'iy intellektning computer vision sohasida 9 oydan beri ishlab kelmoqdaman. İsmim Mo'yin. Humblebee AI Academy'da 5 oylik ta'limdan so'ng Humblebee AI kompaniyasida data scientist mutaxassis sifatida ishlab kelmoqdaman. Ismim Bahodir. Humblebee AI akademiyasida 4 oy muddat ta'lim olgandan so'ng, Humblebee AI kompaniyasida sun'iy intellektning computer vision yo'nalishida ishlab kelmoqdaman. İsmim Shukrullo. Humblebee AI akademiyasida 4 oy tahsil olgandan so'ng, Upwork platformasida sun'iy intellekt muhandisi sifatida faoliyat olib bormoqdaman. İsmim Miran-Shoh. Humblebee akademiyasida 3 oy ta'lim olib, 1 yildan buyon sun'iy intellektning computer vision sohasida ishlayapman. Men Natim Arsen. Humblebee akademiyada o'qiganim 5 yil o'tdi. Hozir bu uchurda Humblebee kompaniyasida NLP injener bo'lib ishlayman. Humblebee AI akademiyasida 4 oy ta'lim olib, 1,5 yildan buyon sun'iy intellektning computer science va NLP sohalarida ishlab kelyapman. İsmim Sarvar. Humblebee akademiyasida 3 oy ta'lim olib, 9 oydan buyon sun'iy intellektning generative AI sohasida ishlab kelyapman. Ismim Shohrux. Humblebee AI akademiyasida 4 oy ta'lim olib, 1 yildan buyon data scientist bo'lib ishlab kelmoqdaman. İsmim Manato Sohibjon. Humblebee akademiyasida 5 oy o'qiganimdan keyin Humblebee kompaniyasida DevOps injener bo'lib 1 yildan beri ishlab kelyapman. Mening ismim Bahodir. Men Humblebee akademiyada 6 oy tahsil olib, hozirgi kunda Humblebee AI kompaniyasida NLP sohasida ishlab kelmoqdaman. Ismim Yorjon. Humblebee AI akademiyasida 4 oy ta'limdan keyin Humblebee AI kompaniyasida kiberxavfsizlik bo'yicha ishlab kelyapman. Mening ismim Dilshod. Humblebee akademiyasida 3 oy tayyorlanib, hozirda Humblebee AI kompaniyasida sun'iy intellekt bo'yicha ishlab kelyapman. Ismim Oybek. Humblebee akademiyasida 5 oy tahsil olganman. Shu kungacha Humblebee kompaniyasida computer vision sohasida ishlab kelmoqdaman. Ismim Javohir. Humblebee AI akademiyasida 4 oy tahsil olib, hozirgi paytda 1 yil davomida software engineering sohasida ishlab kelmoqdaman.